Pul yo'tkashga aloqador ahkamlar. Savol. Assalomu alaykum. Biz bir davlatdan yana bir davlatga pul avatmoqchi bo'lgan tijoratchilarning pullarini yo'tkab beramiz. Biz pulni avatiladigan davlatning pulida topshirib berib bo'lgandan keyin shu kuni yoki biror kundan keyin bizga oldin putishgan bahoda dollar berdi. Bu xil pul yo'tkab berish to'g'ri bo'lamdi. To'g'ri bo'lmasa, bu ishni qilishdagi shariatga uyg'un usul qaysi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobatlarga, ashablarga va uzatga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Tijorat va boshqa maqsad uchun bir joydan yana bir joyga mablag' yo'tkashga ehtiyoj ko'rilganda, oraliq yiroq yoki yo'l xotirjam emas yoki yo'tkash qiyin bo'lganlikdan pulni boshqalar orqali yo'tkashga to'g'ri keldi. Pul yo'tkab berish ishlari bir qarashqa qarzga, bir qarashqa havolaga, yana bir qarashqa vakolatga o'xshab qoladigan bo'lib, ko'pincha pulni boshqa tur pulga almashtirish bilan bo'ladi. Shunga xato usulda yo'tkagan ahvolda jazoniga yetib qolishi mumkin. Chunki pul olib sotishda odatdagi tovar savdosida shart qilingan shartlardan boshqa naqma-naq bo'lishi sahih hadislar va musulmonlarning birdek ijmosi bilan shart. Shunlashqa pul yo'tkashda eng sog'lom usul tuvandikicha. Birinchi, agar avatilmoqchi bo'lgan pulni o'xshash turdagi pulda yo'tkab beradigan bo'lsa, ya'ni pul avatguchi pul yo'tkab berguchiga dollar bersa, buni bir necha kun ichida dunyoning har qaysi joylariga dollar holatida yetkazib bersimi, real ilib real yetkazib bersimi, ishqilib o'xshash turda yetkazib bersa bo'ladi. Ata ibn Abi Rabahning rivoyat qilishicha, Abdullah ibn Zubayr Makkada turib kishilardan tangi topshirib olib, Iroqdagi qarindoshi Mus'ab ibn Zubayrga maktub yozsa, pul egalari uningdan pulini topshirib oladi. Bu ish haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan so'ralganda, u bo'laverdi deb qaragan. Uningga ular bergan tangalardan yaxshiroq tangi topshirib olsa-chu deyilganda, ular bergan tangalarni o'xshash ig'irlikda topshirib olsa yetarlik deb javob bergan. Lekin bu vaqalikda tangaga yo'tkash tilga ilingan bo'lib, ilgirki zamonlarda tangalarning soplik persenti o'xshash bo'lmag'achqa, tangisining o'rniga saproq tangi topshirib olsimi o'xshash ig'irlikda bo'lsa, sahoba kiramlar joiz degan. Islom fiqh akademiyasining qarorida mundoq kelgan. Ma'lum bir turdagi mablag'ni shu turdagi mablag'da havola qilib avatish shar'an joiz. Haqsiz bo'lsin yoki haqliq bo'lsin o'xshash. Ikkinchi, agar pulni boshqa turdagi pulda yo'tkab beradigan bo'lsa, masalan, dollar bersa, uni real qilib yo'tkab berishga to'g'ri kelsa, bu ahvolda havola yoki vakolat ishidan sirt pul ayrivashlash savdosimi bo'lg'achqa, hadislarda ko'rsatilgan bo'yicha savdo naqma-naq bo'lishi shart qilinadi. Buning yo'li mumkin bo'lsa, har ikki joydagilar ma'lum bir soatda ko'rishishga putishsa, andin pul avatguchi shu soatda pulni, masalan, $1000 pul yo'tkaguvchiga bersa, pul yo'tkaguvchining yana bir joydagi vakilimi shu vaqtning o'zida pul avatguchining vakiliga, masalan, $1000 badaliga 3750 riyal topshirib bersa bo'ladi. Pul berish va topshirib olish ishi bu 4 kishining ikki joyda uchrashib turgan vaqtida bo'lib, ikki muvakkil bir-biridan ayrilib ketishdan burun birining vakili yana birining vakiliga pulni topshirsa to'g'ri bo'ladi. Chunki vakilning topshirib olishi muvakkilning topshirib olishi hisoblanadi. Natijada dollar boshqa turiga naqma-naq almashtirilgan hisobda bo'lib, jazoni shakllanmaydi. Uchinchi, ikki kishi uchrashib, biri yana birining boshqa davlatdagi bank hisobiga bir xil pulni urib bersa, ular bir-biridan ayrilmay turib, yana bir xil pulni naq bersimi yoki bank hisobiga urib bersimi bo'ladi. Chunki bu naqma-naq topshirib olish bo'ladi. Ikki kishi uchrashmay telefon yoki uchur aloqa vositalarida naq maydon ko'rishib bir xil pulni yana bir xil pulga yo'tkagan ahvolda pulning har ikkisini yoki birini keyin beradigan bo'lsa to'g'ri bo'lmaydi. Chunki to'xtam so'rinda naq-naq topshirib olish sharti topilmagan bo'ladi. Ammo naq maydon ko'rishish asnosida ayrilmay turib har ikki taraf pulni bank hisobiga urib bersa yoki to'r orqali ma'lum usulda topshirib bersa yoki qarshi tarafning vakilining qo'liga topshirib bersa, naq-naq topshirib olish sharti topilgan bo'ladi-da, savdo to'g'ri bo'ladi. 4. Pul avatmoqchi bo'lgan kishi so'mmani pul yo'tkab beradigan kishiga topshirib, uni pul almashtirish va yo'tkash ishida vakil qilsa joiz bo'ladi. Masalan, Istanbulda birsiga $1000 berib, bu pulni realga almashtirib yetkazib berishda u kishini vakil qilsa,
vakil vakolatan yetkazib bersa joiz bo'ladi. Buningga kelishib haq olsimi bo'ladi. Bu xuddi safarga chiqmoqchi bo'lgan og'inisiga mavi $100 tegishib paloniga alg'ash barsizlar deganga o'xshaydi. Demak, u kishi pulni o'z yenidan almashtirmay, muvakkil talabi bo'yicha birisidan almashtirsa, pul almashtirish naqma-naq bo'lsa, keyin almashtirilgan pulni yetkazib bersa bo'ladi. Chunki bu ahvolda pul avatguchi pul yetkazuvchi bilan pul almashtirmagan. Pul avatguchining vakili, ya'ni pul yetkazuvchi vakil sifatida boshqa birisi bilan naqma-naq pul almashtirgan. Agar pulni o'z yenidan almashtirib yetkazib beradigan bo'lsa, bir vaqtning o'zida ham alg'uchi, ham sotquchi bo'lib qoladi. Shundaqla ikki taraf qo'liga naqma-naq topshirib olish sharti topilmagan bo'ladi. Demak, bu ahvolda pul avatguchi pul yetkazuvchi bilan pul almashtirgan va bir pul naq, yana birisi nisi bo'lgan. Ko'pchilik olimlarning nazarida bu joiz bo'lmaydi. İmam Şafii bir kishini uningga pul ayirvashlab berishga yoki bir narsa setib berishga vakil qilsa, vakil u narsani o'zi bozor bahosida yoki arzon yoki qimmat setib olsa joiz bo'lmaydi degan va ko'pchilik olimlar muvakkil buningga ruxsat qilsa-mu joiz bo'lmaydi deb qaragan. 5. Vatanimiz Sharqiy Turkiston va vatan tuproqlaridagi aziz millatimiz Xitoy zulmi sababli qattiq qamal ichida qolg'achqa vatanimizdan pul akeldirish va u yerga pul avatish ishlarida zaruriyat tufayli pul almashtirishni o'z ichiga olgan ishlarda vakil o'z yenidan almashtirib yetkazib beradigan bo'lsa mayli desak bo'ladi. Lekin noaniqlik kashlasiga dastlab keyincha talash tartib bo'lmaslik uchun ikki taraf pul almashtirish bahosiga va pul avatilgan joyda qancha pulni qachon beradiganligiga oldin putishsa bo'ladi. Buni hozirgidek favqulodda holat va zulm ostida qiyin ahvolda qolgan sharoitda boshqa chora topilmasa amalsizlikdan qilsa mayli. Buningga urush rayonlaridagidek ba'zi joylarda olimlar ruxsat qilgan. Endi mazkur savoldagi yo'tkash usuliga kelsak, albatta, agar pul avatguchining vakiliga oldin berilgan pul qarz bo'lib, u qarzni keyincha boshqa davlatga qaytarganda real qaytarsa yoki qaytaradigan kuni qo'lida real bo'lmasa, shu kunning bahosida hisoblab dollar yoki boshqa tur pul qaytarsa, bu ish to'g'ri bo'ladi. Lekin pul avatguchi qo'lida naqd pul yo'q va boshqa davlatda naqd pulga ehtiyoji bor. Shunga bu qarzni bir necha kun yoki biror hafta ichida qo'liga pul tushganda bermoqchi bo'ladi. Natijada bu ish boshqa davlatda qarz berish va u qarzni boshqa davlatda dollar shaklida bir necha kundan keyin topshirib olishdan iborat bo'lib, qarz berguchiga ya dollar bahosi yoki boshqa tarafdan manfaat qo'shilib kelish ehtimolligi yuqori bo'lg'achqa jazoni shubhasi bor deyish mumkin. Yana qarz berganda qarzni keyincha boshqa turda qaytarish shart qilinsa bo'lmaydi. Ya'ni dollar qarz berganda uni keyincha real qaytarsiz deb putishish shar'an to'g'ri bo'lmaydi. Chunki buningda pul almashtirish nisi bo'lib qolgan bo'ladi. Yana bir tarafdan bundoq bog'lab qo'ygan ahvolda og'ir noma'lumlik kelib chiqadi. Har ikkala taraf keyincha bu ahvolning qanday bo'ladiganligini bilmaydi. Natijada to'xtamning to'g'ri bo'lishi uchun shart qilingan aniq bo'lish sharti topilmagan bo'ladi. Qarzni bog'lab qo'ygan narsa o'rlashga qarab mangsa, gardandagi qarzdan ortiq narsa qaytarish talab qilinadi va bu ortiq narsa jazoni bo'ladi. Masalan, 60 ming yuan qarz berdi va buni 10 ming dollar qaytaradiganiga bekitib qo'ydi. Keyin qaytargan kunda bu 10 ming dollarga 61 ming yuan keladigan bo'lsa, qarziga 1000 yuan qo'nday degan gap. Islom fiqh akademiyasining qarorida mundaq kelgan. Ma'lum bir tür pul bo'yicha berilgan qarzni qarzdor keyincha oltin yoki boshqa putishgan turdagi pulni qaytarish uchun qarzdorning gardiniga oltin yoki boshqa bir turdagi pul qimmati bo'yicha yozib qo'yishga bo'lmaydi. Mazkur muomalaga yana bir tarafdan qaraganda, ikki taraf boshqa davlatda bergan qarzni boshqa davlatda dollar qilib berishdan iborat pul almashtirishga va'dalashgan bo'ladi va bu va'dadan hech bir taraf yana olmaydi. Pul almashtirish savdosiga va'dalashgan ahvolda yeniverish ixtiyorligi bo'lmasa, bundoq va'dalashish haromdir. Chunki bu va'dalashishning o'zi to'xtam hukmini olib, pulni nesi almashtirgan hisobda bo'ladi. Bu turlik va'dalashishni Islom fiqh akademiyasi Qur'on, hadis va ummatning ijmosi bilan joiz bo'lmaydi deb cheklagan. Shunga bu tariqada muomala qilmay, yuqorida ko'rsatilgan usullarning birida muomala qilish ko'ngilni xotirjam qiladi. Pul yotkash ishida tuvandagilarni eskartib qo'yish foydali deb qarayman. 1. Pul yotkashda har bir qatimliq pul yotkashga munchilik, masalan, 1000 dollar deb haq olsa-mu
Yötkügen məbləğinin məlum persenti, məsələn 1% deb nisbət boyunca haqq alsımı boladı. Çünki bu iş üçün berilgan tapan haqqı bo'lib, ishiga persent bo'yicha haq olsimi, ma'lum miqdorda pul olsimi joiz bo'ladi. Ikkinchi, pul yo'tkizuvchi ma'lum bir odamning pulini yo'tkaydigan bo'lsa, bu ahvolda summa pul yo'tkizuvchining qusursiz yo'qolib ketsa to'lamaydi. Chunki bu bir shaxs tarafidan yollanguchi bo'ladi. Ammo hamma odamning pulini yo'tkaydigan biri bo'lsa, summa qanday bir sababdan yo'qolib ketsin, pul yo'tkizuvchi uni cho'qim to'laydi. Chunki u o'rtaq yollanguchi bo'ladi. Bu ahvolda pulni to'laydiganligi Islom fiqh akademiyasi tarafidan muayyanlashtirilgan. Uchinchi, pul almashtirganda baho bozor bahosida yoki sal tuvan yoki sal yuqori bo'lsa-mu bo'ladi. Buningda bir tarafni go'llash bo'lmasa, andin yuqorida deyilgandek qarzga manfaat qondirish bo'lmasa mayli. Masalan, dollar bahosi 7.55 bo'lsa, 7.53 yoki 7.57 ga yoki uningdanmi tuvan yoki yuqori tutishsa mayli. Chunki ilm satim ikki tarafning rozilashgan bahoda bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 3-tom.